Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qadrli musulmon qardaşlarım, bugün men sizga kechki duoni o'qib eshittirам. Agarda kerak deb topsangiz, do'stlaringizga, tuganlaringizga, opa-bo'ylaringizga, anilaringizga, tilaringizga, ko'rshi-ko'lanlaringizga, quda-qudoylaringizga, bolalaringizga jibarigiz savobi bo'lar. Rahim etib tinglagiz. Ey aziz Rabbim Allah, elhamdülillah deb sing'a rahmatlarimni aytam. Bu yaqti kunlarimning xavf-xatarsiz ham bala qazasiz o'tib ketgani uchun. Shu yaqti kunlarimda bir sening rizo baxilligingni umid etib, o'qigan namozlarimni, qilgan amal ibodatlarimni qabul etib ol. Aziz Rabbim Allah. Amal ibodatlarimda yolg'iz xata, kimchiliklar bo'lsa, ularni tuzatirga yordam et. Bilib yoki bilmisha ishlagan gunohlarimni kechir. Ularni yangidan ishlovdan saqla. Bu yaqti kunlarimda tilagan tilaklarima, qilgan duolarima, so'ragan so'rovlarima turmushga oshirga nasib et. Endi Rabbim Allah bu kishlarimda bir singagina tavakkallik qilib, bir seningina rizo baxilliklaringni olu uchun, bir seningina rahim shafqatlaringga umid etib kiram. Ey Rabbim Allah, bu kishlarimni eson-sog' holda, xavf-xatarsiz o'zdirig'a nasib et. Halokat fajg'alardan, odashu-satashuvlardan saqla. Fitna g'avolardan, izg'ish talashlardan saqla. Shayton amalg'unning qutqu vasvaslaridan senga sığınam. Rahmatlaring bilan saqla ham yo'qla. Ey aziz Rabbim Allah. Ey Rabbim, menim menga qadar bilib yoki bilmisha ishlagan gunohlarim uchun kechir. U gunohlar uchun bu dunyoda da, axirat kunida da qattiq jazolar berma. Kimxo'r etma. O'zim bu dunyoda ishlagan gunohlarni o'zim savobli amallar boshqaruv barabarini yo'qqa chiqarib, g'afarat qilib ketarga nasib et. Qolgan umrlarimni mu'min musulmon bo'lib yashab, sening qarshingda mu'min musulmon bo'lib kelib bosarga nasib et. Axirat kunlarida pok ham izgi o'rning bo'lgan jannatlaringga hisob tutmusha kiruv baxti ber. Jannat savoblarına erishirlik amallar qilirga xayrli umr nasib et. Ey aziz Rabbim, millatime din islom yo'llarini chiqarga nasib et. Shusha ishda menga da sababchi bo'lu savoblarini ber. Millatime o'zlarine zinnatli ko'ringan haram amallardan arınırga yordam et. Ey Rabbim, her doim musulmonlarga ziyon zahmat sig'ilib turgan kafirlarga xo'rliqli jengilov ber. Musulmonlarga birdamlik ham jengov ber.